Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani Agrar xizmatlar markazi bosh mutaxassisi Hamdamov Qobiljon bo'laman. Bugungi kunda biz mana suyak o'g'itdan o'g'it tayyorlashni ko'rsatamiz. Bir oyda 25-aprel kuni mana suyakni spesial konteynerlarga solib, 10% oksidman eritganmiz. Bugun mana 25-may shu suyakni olib, yaxshilab quritib, suyak uni holiga kirishini ko'rsatamiz. Mana shu suyak nurni tavsiya qilamiz. Nima deganda, u fosfor, kalsiy o'simliklarni mustahkam bo'lishiga va yaxshi rivojlanishiga xizmat qiladi. Har bir xonadonda shu o'g'itni qo'llanishini tavsiya qilamiz.